Mani orqamda qotil. Agar u 24 soat ichida menga mashq pichoq qolsa, u 100 ming dollar yutib oladi. Mana sizga pichoq. Omad. Yechib yuboringlar mani. Nima bo'lyapti? Xayr yigitlar, mashina o'rmon ichida. Chiqib bo'ldingizmi? Bu video eng aqldan ozdiradigan video bo'ladi. Bu videoda haqiqiy tan, butun park va men bankni portlataman. Va shunga o'xshash ko'p narsani shu videoda ko'rasizlar. Hammasi esa haqiqiy qotildan qochishim uchun. Ya xudoyim, u ketib qolyapti. Qolinglar yigitlar. Men pichoq tiqib borsam kerak. O'rmonning qaysidir burchagida mashina bor, uni topishimiz kerak. Vallahi ana u. Bu biznikiligiga ishonchingiz komilmi? 100 talik. Biz hozir vokzalga keldik va bu yerda juda ko'p vagonlar bor. Ular meni butun umr qidirishadi. Bu popkada faqat 100 ming dollar emas, ular meni qattaligimni bilishligi uchun ichida GPS bor. Hop, men Jimmini topdim. Menimcha u skladda to'xtab qolgan. Bu qanaqa sklad ekan, bilmaysanmi? Menimcha u yerda poyezdlar turadi. Ha. Jimmi qanaqa qilib qotilni topdi? Men Jimmini topdim. Bu meni emas. Qotilga mashina berib vazifa oson bajariladigandek ko'rsatdik. Lekin aslida unaqa emas. Kris, tank ichida o'tiribsanmi? Ha, o'zi tank qatdan olding. Buni hozir o'ylamay tur. Qotil bilan yigitlar mashinalarni tashlab ketishganda, sen uni buzib tashlagan. Ha, bo'ldi, qabul. Men boshqalar Jimmini orqasidan qulaganini ko'rdim. U bizani kutib turadi va qo'li bilan ko'rsatib ustimizdan kulib gapiradi. Lekin bu safar men, "Xo'p yigitlar, biz yaqinlashyapmiz. Biz binoga yaqinlashganimizdan keyin ana bu ochiq eshigiga kiramiz." Ishni yaxshi bilarga. Kamera, men ko'ryapman kamera. Bu tarafdan aylanib o'tish kerak. Kris, ular ichkariga kirishdi. Sen nima qilish kerakligini Qabul. Mo'ljal 6 soatda yaqinlashyapmiz. Mashinani buzib tashlaymiz. Voy xudoyim. Shunaqaligi. Nimalar bor? Qanaqa qilib sezmagan bo'lishi mumkin? Mana bu eshik bo'lsa kerak. Ochish kerak. Ketdik. Ichida rostdan ham nimadir bor. Mana bu esa qochish uchun mashina. Tezroq ketdik. Haydang. Tezroq bizani haydab olib keting. Ketdik. Qale, yoqdimi? U bekim oldi. Mashinaga qaytamiz. Xo'p, ketdi. Aslashlasizlarmi? Ular bizani mashinamizni tank bilan ezib ketibdi. Men ezib ketdim mashinani tank bilan. Jimmi, Nima gaplar? bizning mashinamiz bilinchik bo'lib qolibdi. Menga yetib olish uchun taksi chaqiringlar yoki yangi mashina sotib olinglar. Shumi bizning mashinamiz? Biz bu yerdamiz. Biz undan qolib ketyapmiz, gazni bor. U ancha oldinga ketib qolibdi. Biz qolib ketyapmiz. U yomon ham uchib ketdi-yu bu yo'ldan. Biz qayerdamiz? Biz uzoqda. Hozir esa biz oteldamiz va biz hamma nomerlarni oldik. Mana xonalarni kaltlari. Men ularni qotil uchun qoldiraman. Bizga u kerak emas. Biz 20-etajda qotillik kutkunimizgacha otelning har burchaklarini kamera bilan qarab chiqishimiz mumkin. Uni joylashuvi shu yerda to'xtadi. Juda katta joy, milliondan ortiq xonalar bor. Lekin bu safar u qocholmaydi. Xo'sh yigitlar, u mashina to'xtaganini bilib oldik. Bu yerda nimadir g'alati. Xonalarning kaliti 10-etaj. Allo, ahmoq eshityaptimi? Sizlar umuman bekinmayapsizlar. Agar sizlar menga ratsiyadan gapirayotgan bo'lsanglar, demak sizlar otel ichidasizlar. Bu narsani esa men bilmasdim. Uzr, brat. Men shu oteldagi 200 tadan bitta xonasida o'tiribman. Aytgancha, har bitta xonada men narsalar qo'yib chiqqanman. Omad. Men bilgandim. Zinalardan chiqishimiz shartmi? Men tempda tepaga chiqib olib, tezroq uni ushlagim kelyapti. Bosamiz gazni. Ketdik. Sizlar buni eshityapsizlarmi? Bu yerda nimalar bo'lyapti? Bu boshqa xona. Bu yerda emas u yigitlar, surdik. Uni 10-etajga chiqib bo'lishibdi. Yonamas. Janob qotil, kameraga qarang endi. Menga qara, Jimmi. Bizda hali 100 ta kamera bor. Ular Jimmi. Biz akammiz, Jimmi. Yigitlar nima gaplar? Yo'q, Jimmi. 18-chi. qaysi etajga chiqishdi? 18-chida. 18? Xo'sh, bir daqiqa. Tayyorlanishimiz kerak.
Janob qotil, ikkalamiz bilamizki, sizning vaqtingiz cheklangan va u tugab qolyapti. Lekin xo'p desangiz, sizga qattaligimni aytishim mumkin. Faqat Chandler bilan Karlni 1082-xonada boylab qo'yishingiz kerak. Bo'pti, men bog'layman ularni. Bog'lamaguningizgacha aloqaga chiqmang. Sindirib qo'ymadim degan umiddaman, u menga hali kerak bo'ladi. Voy, oyoqlarim. Voy dod. Hoy Karl, Nima Jimmy? senga bildirib qo'ymoqchiman, bu shaxsiy emas. Menimcha teskarisi yo'q. Mayli, davom etamiz. Men shunchalik charchaganimdan hech narsa qilgim Biz kelmayapti. sizga umuman yordam bera olmaganimizni bilaman. Uni ushlab olganingizdan keyin yaxshigina pichoq Lekin bitta qiziqarli narsa, ulardan 2 etaj tepadaligimni bilishmaydi. hech qanaqa shaxsiy adovatim yo'q. Xo'sh, Jimmy, bu yigitlar hech qayerga keta olmaydi. Janob qotil, yaxshilab tinglang. Men 20-etajdaman. Endi u qattaligimni bilgandan keyin men sekin tuyog'imni shiqillatishni boshlayman. Pichoq olmasdan ketishim kerak. TurboTax eng katta soliq imtiyozlarini oling. O'tgan yiliga o'rtancha odamlar $3000 ishlab topishgan. Bu esa kam pul emas. Reklamani tugatgunimcha 1 daqiqa vaqt bera olasizmi? Javobni olmadim. Menimcha ketishimiz kerak. TurboTax har doim soliqlaringizga qaraydi. Hatto qotildan qochayotganingizda ham. Yo'q. O'tgan yili TurboTax orqali odamlar o'rtancha $113 milliard imtiyozdan olishdi. Qochdi. Bizga yaqinlashib qopti. Bo'laqo. TurboTax orqali siz soliqlaringiz haqida bilib tura olasiz. Sizlar menimcha o'ylaysizlar, nimaga lift bo'lganda u 20-etajga liftda chiqib o'tirmadi deb. Xo'sh, chunki men uni devor bilan yopib qo'ydim. O'rida. Yaxshi devor ekan. aprelda soliqlarni ko'rishni kutib o'tirmanglar. Pastdagi sahifaga o'ting va imtiyozlarni hoziroq oling. Reklama qilib qotildan qochish qiyin ekan. Javob qotil. Jimmy. Mana buni eshiting. Bu degani men eshikni mashinaga borish uchun ochdim. Omadingizni bersin. U mendan ninjadek yana bekinib oldi. Ana endi esa biz Lamborghini'da qochamiz. Tarik, nima gaplar? Nima qilyapmiz? Qotil 20-etajdan menga pichoq olish uchun tushyapti. Unda ketish kerak. Endi sen o'tiribsan. Mayli, remenini taqoldin. Haydashimni olishim kerak. Bilmadim u qanaqa tez tushdi, lekin menga bolalarning yordami kelardi. Sen birinchi marta Lamborghini'ni haydayapsan. Voy xudoyim. Biz yana ketishimiz Biz kerak. vertolyot oldiga ketamiz. U bizani bankka tashab qo'yadi. Biz esa bankni portlatamiz. Keyingi joyda ko'rishguncha. Ey, to'xta. Qo'yvordi uni. Surdi. Oldinda 100 ming. U juda ham tez uchyapti. Vertolyot menga vaqt sarfladi. Endi u $100,000 yutib olish uchun 3 soat vaqt qoldi. Hozircha bank. Ko'ramiz, men seyf ichida o'tirgunimcha u meni topa olarmikan? U to'xtab qoldi. Omadimizga u zot emas. Endi menda unga pichoq tiqib olib, pul olish imkoniyati bor. Ishlaringiz qalay? Nima? Men bank seyfidaman. Menimcha siz kirishga ulgurmaysiz. Omad. Biz joydamiz. Seyfga ketdik. Bank hali ham ishlar ekan. U hozir ishini tepib o'tdi. Menimcha uni tomi ketdi. Voy xudoyim. Sen shotdamisan, Jimmy? Uchib qoldi. O'xshadi. Janob qotil, bu yoqda ikkita seyf bor edi. Siz noto'g'ri tanlab qo'ydingiz. Ha, lekin men bittasini ko'rdim. Shunisimi deb o'ylayman. Sizning seyfingizda yana bitta seyf bor. Lekin siz tanlovda adashdingiz. Siz hammasini tekshirmadingiz. Shuning uchun Nima bo'lgani? Bu eshikda ikkitali himoya bor. Kuchingizni bekorga ishlatmang. Men bunga yosh boladek tushib qoldim. Kris, sen bu matoqni ko'rmassanmi? Sen bitta burchagini bu yoqqa tiq, men esa boshqasiga tiqaman. Bizda sizlarni bir soniyada Joylashib olinglar. Sizlar hozir qimillashib sezasizlar, hamma. Joylashib olinglar deysanmi? Nimanidir ushlab olinglar. Bu ishini tashqarisida nimadir bo'lyapti. Birinchi marta men challenge yutishim mumkin. Bitta mana shu g'isht devor seyf bilan ko'chani ajratib turibdi. Sen menga bankka o'g'irlash taklif qilsanmi? Ha, bilmasmiding? Ketdik. Nimaga bizni qimilyapmiz? Wow! Nima bo'lyapti?
Biz bunaqaga kelishmagandi. Bu ishlaganiga ishonolmayman. Agar bankni uxlatmoqchi bo'lsangiz shunaqa qilsa bo'ladi. Nolan, qotil seni hali o'ldirmadimi? Men sen bilan gapira olmayman, Jimmy. Demak, yo'q. Afsus. Biz sizlarni 10 milga haydab olamiz. Men chidamayman. Shuni ichida biz ketamiz demagin. Sizda 100 ming dollar yutib olish uchun 1 soat vaqtingiz qoldi. Ko'chib o'tish uzoq vaqt olmaydi. Mayli, ularni bu yoqqa Bizani nima yerni tagidan ko'tarishdimi? Voy, va'da berganimdi. Hammasi men o'ylaganimdek bo'ldi. Biz uni mashinasini ezib ketdik. Otelda jinni qildim. Lamborghini bilan vertolyotda qochishga ulgurdim. Endi u seyfda Nolan bilan qulflangan. Challenge tugashiga 40 minutdan kam vaqt qoldi. Shuning uchun biz oxirgi manzilga ketamiz. Uni seyfda ushlab o'tirish g'iromish bo'lardi. Oxirgi manzil uchun biz park qurdik. Lekin u qimmatbaho va alahsitadigan narsa. Men jarohat olgandek o'zimni ko'rsataman. Ko'ramiz, menga pichoq tiqarmikan. Men unga oxirgi imkoniyat beraman. Lekin bu 100ma 100 bo'ladi. Bizani seyfimiz ham keldi. Men bu yoqqa o'taman-da va oyog'imni sindiraman. Men hech qachon hech qatimni sindirmaganman. Biz syomkalarni to'xtatdik va operatorlar nariroq surdik. Biz faqat bekitilgan kameralarga oldik. Challenge tugashiga 20 minut qoldi. Men jarohat olganimda u menga pichoq tiqarmikan? Menimcha uni chiqazish kerak, Tarik. Tayyor bo'linglar, tayyor bo'linglar. Yigitlar, Jimmy travma oldi. Rostdanmi? Rostdan u shikastlandi. Yo'q, faqat og'riyapti. Nima bo'ldi? Men oyog'im. O'zi nadan yiqilib tushdi? Shuncha narsa bitta oyoq singanigami? Aha, cho'taman ishonmayapman. Nima shunchalik bilinib turmadi? Ha, jongina. Singan oyoqni bu tarzda boylamaydi. Oyog'imni sindirishim kerak edi. Men sahar bo'lsa ham sizni aldayman deb o'ylaganman. Mana sizni 100 ming Bu dollar. men uchun va oilam uchun juda ham katta narsa. Ha, men xursandman siz menga pichoq tiqqaningizga. Rahmat. Ko'rganingiz uchun rahmat yigitlar. Obuna bo'linglar yoki sizlarni topaman. Video Sanchez Black kanal tomonidan o'zbek tiliga o'girilgan. Jimmy, bo'ldimi? Jimmy!